ichlarida shamollashiga deysizmi, ichaklarda shamollashiga deysizmi, gripp deysizmi, umuman organizmingizdan shamollashni quvib chiqaradigan 4 ta mahsulot bor. Allohim yaratgan mahsulotlar. Sizlar uchun bozorga bordim, baraka topkunlar. 2 dona chesnok, 3 dona limon, 200 gram imbir. Qarang, imbir. Xuddi kartoshkaga o'xshaydi. Keyin toza asal. Men endi bilmadim tozasi quyuq bo'ladimi, suyuq bo'ladimi. Olib keldim. Shuni 200 gramni ishlataman. Nima qilamiz? Buni ham postlab olasiz, buni ham archilab tozalab olasiz, buni ham archilab tozalab olasiz. Uchalasini qiyma qilasiz. Tushundingizmi? 3 ta bundan, 2 ta bundan, 200 gram bundan. Qiyma qilib 200 gram asal solib bankaga olib qo'yasiz. Dahshat bo'ladi, xo'p deng. Bir haftada menga rahmat aytasiz. Xudo xohlasa shuni 2 mahal yeb yurasiz. Og'iz yopar payti 1 osh qoshiq, og'iz ochar payti 1 osh qoshiq. Xudo xohlasa 1 oy yeng. Umuman ichingizda shamollash deysizmi, erkaklar quvvatni oshiradi. Xo'p deng, chesnok bilan limon aralashmasi. Davlenasi past odamlarga tavsiya bermayman. Davlenani tushirib yuboradi. Saxri borlarga ham menimcha mumkin emas. Asal ko'p qo'shiladi, saxr tushirib yuborish mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Podpiskani bosib qo'ysalaring, kechqurun tayyorlab yeb ko'rsataman sizlar uchun. Qilib ko'ringlar. Juda ham oson va qistalagizga arzon tushadi. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikiston va pesh. Tojikcha shab memor. Xudo.